Eng kamida Talajon sizga mana shunaqangi mashinalar nasib qilsin. Kimniki bo'lsa ham tagidan shamol o'tib yurishi nasib qilsin. Men havas qildim. Xudo xolasa bizlarga ham mana shunaqangi mashinalar nasib qilsin. Hozir zo'r taklifimiz bor. Talajon, endi adresni tushuntiring. Biz qayerda turibmiz? Shu mashhur Qizildomdan Korobka chiqyapti. O'z xohlaganingizga avtoskirim o'qisangiz bo'ladi. 9-qavatda Leaf 24 ishlaydi. Bemalol motor qilishingiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Qizildom avtoritet, Samarqand hamma bilasizlar. Mana shu yerda hozir korobka xonamiz, 80 kvadratli xonamiz chiqqan. Hozir ichkarini obzor qilamiz. Lifti ham bor, xudo xolasa hozir biz ichkarini hozir obzor qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Voy eshak, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu tashqari taraf eshik kiraverish, o'ng qo'limizda bitta sanuzel bo'ladi. Mana shu yerda yana bitta sanuzel bo'ladi. Mana shu kattagina xona zal qilsangiz ham bo'ladi, plus hol qilsangiz ham bo'ladi. Lekin men hozir taklif beryapman. Mana shu devorni olib turib, mana shu yerdan devor qilib, buni bitta detskiy qilib, katta zal qilib, mana shu yerga bitta kattalar uchun yotoqxona, yana bitta kuxni, 3 xona bo'ladi. 80 kvadratli gap bo'lishi mumkin emas. Eng qizig'i katta xona avtorskiy dizayn qilsalaringiz bo'ladi. Hech qanaqa muammosiz. Kadastri bor, kadastri yo'q narsani men reklama qilmaganman. 80 kvadrat narxi nech pul edi Talajon? 500 yana savdo bo'ladigan joy. 64500 yana sunnatga muvofiq ozgina savdo qilib beramiz. Kalite o'zimizda, kadastr dokument hamma hujjatlari bor. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.